Assalomu alaykum hurmatli parranda ishqibozlari. Bugungi videomiz Forve Germaniya zot haqida bo'ladi. Bu zot 19-asrda Germaniyada paroda Lakenfelder parodasi va Sussex parodasi va Arpington parodasini qo'shib seleksiya qilib olingan. Yillik tuxumlash ko'rsatkichi 160 dan 180 tagacha. Tuxumini o'rtacha og'irligi 55-60 holatiga qarab bo'ladi. Tovuqlar og'irligi xo'roz 2,5-3 kilogacha, makiyonlar 2 kilo 2,5 kilo atrofida go'sht qilishadi. Bu zot asosan tuxum go'sht yo'nalishida hisoblanadi. Bu zot asosan tuxum go'sht yo'nalishida bo'ladi. Makiyonlari o'rtacha 7-8 oylikdan tuxumga kirishni boshlaydi. Jo'ja och foizi 80-85%. Jo'jalarning katta bo'lish foizi 90 dan baland. Sovuqqa chidamli zot hisoblanadi. Ko'proq qishda qorli Germaniya qishloqlarida boqilgan boshida o'sha yaratilganda. Sovuqqa ham chidamli. Mana hozir bizni tovuqxonamiz issiq bas holati, lekin tovuqlarimiz tug'ishyapti, tug'adiganlari. 4-5 gradusda ham tuxumlashyapti va holatlar yaxshi. Bu o'sha pokayni juda tovuqlar yaxshi ko'radi. Shuncha yeyishyapti mana. Aytgancha life hack, kannibalizm, jo'jalarda kannibalizm va tovuqlar kannibalizm kasalligi. Biz shu pokay bilan davolaymiz. Mana o'zini yemi turibdi, buni bersiz yemaydi. Pokayni juda yaxshi. Kannibalizm kasalligini ko'pchilik bilmaydi, shu pokay yaxshi davo hisoblanadi kannibalizm. Bu o'zimiz sinovdan o'tgan, hech qanaqangi vet-aptekadan dorilanmaymiz, faqat shu pokay beramiz. Kannibalizm kasalligi bir jo'jalarda bir voyaga yetgan paytda bir qo'zg'aydi. Shunda doim kataga pokay tashlaymiz. Pokayda kannibalizm kasalligi o'z-o'zidan yo'qoladi. Shu katta tovuqlarda kam uchraydi. Ko'proq jo'ja o'sib kelayotgan jo'jalarda o'sha bir vitamin yetishmovchiligidan mana shu narsada kannibalizm kasalligi kelib chiqadi. Lekin bular pokayni juda yaxshi ko'radi hammasi. Hammalarga rahmat va o'zimizda qolgan boshqa zotlardan ham shunaqangi qo'limizdan kelgancha axborotlar berib, video material tayyorlab kanalimizga qo'yib boramiz. Kanalimiz rivoji uchun like va podpiska bosishni unutmanglar. Yana qiziqqan ishqibozlarga jo'natib qo'yinglar. Hammaga rahmat.